va sizga shunaqa zo'r atmosferada bugungi sumalak qilganimizni aytib beraman. Ro'za Ramazon oyi kirmasdan oldin onajonim hamma qarindosh va jigarlarni yig'ib, dachamizda mana shunaqa atmosferada sumalak qildik. Hamma qarindoshlar yig'ilib, bismillohni aytib, sumalakni barcha masalliqlari va mahsulotlari kelgandan so'ng ish jarayoni boshlandi. Birinchi marta sumalakda ishtirok etayotganimda o'zim qoyil qoldim. Bitta sumalak salkam 20 kishidan ortiq odamni va ko'pgina vaqtni olishini o'sha kuni bilib oldim. Tanishlik kerak, bu meni kichkina o'sinim, bu esa meni qaynona oyijonim. Hammamiz birgalikda sumalakka qaralishgani kelganmiz. Sumalakni ham qo'shilib oldik, ichiga narsalar solib oldik. Endi buni kavlash kerak. Har bitta odam charchagungacha kavladi. Ishoninglar, shunaqa shirin mazali chiqqan, hali pishmasdan oldin maza qilib qozonchadagilarni qo'shuvcha bilan yeb ko'rdik. Sumalak qilamiz u qarindoshlar yig'iladi-yu, o'yinsiz bo'lmaydimi? Albatta, maza qilib ham qarindoshlarimizni yayrab o'nga tushdik. Aytgancha bizning sumalagimizni internetdagi sumalak qilganlarga o'xshab yonib ketgan-yu, hammasi o'zimizning nazoratimiz ostida cho'tki bo'lib pishdi. Videoga olib turgan paytimda bir chekkada ikkita qudalarning suhbatini ham syomka qilib oldim. Bittasi oyijonim, bittasi ayam. Hey qudalar, qani menga qaranglarchi deganimni bilaman. Onam kayfiyatlarini ko'tarib, chiroyli raqslarga o'nga tushib berdi. Shun bilan bir kunimizni sumalak qilish bilan o'tdi. Menga omad bo'ling, xayr, salomat bo'ling.